Metal massalar 11-savol. Vertolli tuzi parchalana boshlaganda katalizator qo'shildi. Reaksiyada ikki molar nisbatida tuzlar va 672 litr kislorod hosil bo'lgan bo'lsa, qanday massadagi vertolli tuzi parchalangan debdi. Xo'p, vertolli tuzi ikki xil parchalangan ekan bu yerda. Birinchi katalizatorsiz parchalangan, biroz ma'lum bir miqdorda. Xo'p, keyin katalizator qo'shilgandan keyin katalizator bilan kaliy xlorid va kislorod hosil bo'ladi. Xo'sh. Reaksiyani tenglashtiradigan bo'lsak, mana bu yerga 4, bu yerga 3 qo'yamiz. Bu yerga 2, bu yerga 2, bu yerga 3 ga tushadi. Endi ushbu reaksiyada ma'lum bir miqdor kaliy xlorid katalizatorsiz parchalangan. N1 deb belgilab olsak, bu yerdagi parchalanganini, mana bu yerda parchalanganini N2 deb belgilab olaylik. Hop, N2 ni topish uchun kislorod berilgan. 6,72 litr. 67,2 litrlik ma'lum, uni 245 gram vertolli tuzdan hosil bo'ladi. Proporsiya amalga oshirilganda 24,5 gram vertolli tuzi katalizatorli parchalangan va bu yerda buni miqdorini proporsiya qiladigan bo'lsak, 2 mol hosil bo'lganda kislorod 67,2 bo'ladi. Demak, 672 ga 0,2 mol proporsional bo'ladi. Endi mana shu 0,2 mol mana bu joydagi vertolli kaliy xlorid bilan qo'shilib, bu kaliy perxloridga miqdori teng bo'lgan. Chunki reaksiyada ekvivalent nisbatda tuzlar hosil bo'ldi deyapti. Va bu yerdagi miqdorini n mol deb oladigan bo'lsak, bu yerda kaliy perxloridimiz 3 n mol bo'ladi. Chunki 1 ga 3 nisbat ekan. 1 molga 3 mol bo'lyapti. N molga 3 n to'g'ri keladi. Buni massasi esa mana shu 1 mol va 3 molga proporsional tarzda 4 moli 490 gram bo'ladi. 490 gramdan xuddi shunday bo'lyapti. Xo'p, endi mana 0,2 ga buni qo'shib tenglarni tuzamiz. 0,2 plus n bu kaliy xloridning miqdori. Bunga kaliy perxloridning miqdori teng 3n. Endi n bu yoqqa o'tsa minus bo'lib ketadi. 0,2 ris teng bo'lar ekan 2n ga. N teng 0,1 ga. Demak, bu 0,1 ga. Bu teng 0,3 ga. 0,2 ga 0,1 qo'shsak 0,3, bu 0,3. Demak, tuzlar teng bo'ldi. Endi bunga mana bu tuzni proporsiya qiladigan bo'lsak, 490 gramga 1 mol, 0,1 da qancha desak, bu 49 gram bo'ladi. 49 grami katalizatorsiz parchalangan ekan, 24,5 grami katalizator bilan parchalangan ekan. Ikkalasini qo'shib qo'yamiz endi. 49 plus 24,5